har kecha ko'z yoshlari bilan to'lgan qayiqda yillar qoyalari orasida qolib ketgan eri bilan o'g'lining ilma-teshik bo'lgan murdasi va zamon otboqarning muzaffar qamchisi yotgan qonli halqob bilan to'lgan ayvonga suzib borar. Ertalablari ho'l bo'lib ketgan yostig'ini xuddi qadim ajdodlarning unut yayloviday uyning oldidagi oradan yillar o'tgach uyini buzayotganlar qo'porib tashlashga kuchlari yetmagach kovlab olishga majbur bo'lgan baland tolga osib oftobda quritardi. Qish paytlari g'amlab qo'ygan o'tini yetmagan kunlari u ko'rpaga oyog'ini tiqqancha xotirasiga isinib jon saqlardi. Rajab ko'sa qarindoshligi qo'zib bir necha yil oldin g'amlab bergan o'tini omborxona ortida ko'sa keltirib taxlagan joyda taxi buzilmay turardi. Uni Bayna momo qazo qilganda marakaga yaratishdi va barcha tersotaliklar Rayim polvon tirikligida hammaning maslahat go'yi bo'lgan, uyi hamisha mehmonlar va polvonvachchalar bilan to'lib toshadigan bu ayolning bunchalik nafrati va tavqi la'natiga sazovor nima gunoh qilishganini bir umr bilolmay o'tishdi. Bayna momo qishloqdoshlariga ko'z qilmoqchiday bu uyning erkagi va oriyati o'lmagan deya ta'kidlayotganday eri va o'g'lining polvonlik yaktaklarini har oyning oxirida shusiz ham hammaning ko'ziga tashlanib turadigan uyining shappatgayiga osib qo'yardi. Yaktaklar ham bora yillar hovuriga hamda har oyda qayta yuvadigan nafrat to'la changallariga dosh berolmadi. Zamon qassob o'limidan bir kun oldin yaktaklar torda uvada bo'lib osilib turar. Ular endi kiyimdan ko'ra ko'proq qabrlar ustiga ilib qo'yadigan laxtakka o'xshab qolgandi. Zamon otboqarning o'limi ham Bayna momoning qalbini yumshata olmadi. Uning o'limi to'g'risidagi xabarni keltirishganda Bayna momo o'z hujrasida kelinlik sandig'i yonida cho'kka tushgancha musibat va g'amga ko'milib o'tirardi. Uning shu turishi azob uqubatning bir to'plam uyumiga o'xshardi. Hujraga bosh suqqan Roziya momo unga zamon otboqarning o'limi haqidagi xabarni yetkazdi. Barcha ayollar hozir quvonchdan hammani bir quchib chiqadi deb o'ylashgandi. Ammo Bayna momo xabarni oqsuyaklardek xotirjam qabul qildi. U bu xabardan ajablanmadi ham. O'tirgan joyidan ostonadagi ayollarga burilib ham qaramadi. Haykalday, go'yo toshday qotib o'tiraverdi. Faqat uning barmoqlari qaltirab turar, xonaga qon hididay noxush hid o'tirib qolgandi. Ayollar undan javob kutib uzoq o'tirishdi. Oradan vaqt o'tgach, Bayna momo ularga o'girilib ham qaramay, go'yo ularni ko'rishdan ijirg'anganday va jirkanganday alfozda "Boringlar, o'liklaringga yig'langlar" dedi. Uning qahr to'la tovushi ko'pdan buyon odam qadami yetmagan hujralar ichiga singib ketdi. U yerdan 23 yillik changi g'ubor go'yo zardali ovozdan qaltirab ketgandek joylaridan bir qimillab qo'ydi. So'ng yana hujralarga, bu xonadon boshiga tushgan g'am anduhday abadiy cho'kdi. Shunday deya Bayna momo musibat va g'am ado qilgan bu ayolning yildan yilga kichrayib, qarib borayotganidan va yuzlarini tilim qilib tashlagan ajinlaridan uyalganday faslma-fasl rangi o'zgarib, xuddi bekasi kabi tussiz, rangsiz ko'rinishga kelib qolgan va hech qachon yelkasidan tushmagan jelagi bilan yuzini ayollardan to'sib oldi. Shu bilan u tersotaliklar va odamlar bilan o'rnatilajak barcha muloqotlar eshigini taqa-taq yopdi. Va faqat o'zigagina ma'lum, boshqa hech kim anglay olmaydigan, boshqa hech kim anglashga qodir bo'lmagan o'z dunyosiga kirib ketdi. Bayna momo so'nggi nafasigacha o'z nafratiga sodiq qoldi. Zamon otboqarning o'limidan so'ng ham qishloqdoshlari bilan ilakishib ketolmadi. Umrining oxirida bu o'jar kampir baribir o'zlarinikiga ko'chib bormasligini sezgach, singlisi bilan kuyovining o'zlari ko'chib kelishdi. Ammo bu paytda Bayna momo butunlay oyoqdan qolgan, faqat kun uzog'i ko'zini shiftga tikkancha cho'zilib yotishga yarardi. Bayna momoni eri va o'g'lining qabri yoniga qo'yishdi. 50 yil avvalgi qabrni osongina topishdi. Qabr deyarli har hafta tozalab turilganidan boshqa qabrlardan yaqqol ajralib turar va undan miskin bir anduh anqardi. Uning Rayim polvondan so'ng deyarli yangilanmagan, hatto ularga ham musibat va yolg'izlik hidi o'tirib qolgan ko'ylaklarini, xalq laparlarini yig'ish uchun kelib, qurib ketishgan va
O'sha talaba qizlardan so'ng biror marta foydalanilmagan torga, uzoq janglardan so'ng mag'lub bo'lgan qo'shinning o'zlariga o'lja qolgan tug'larini osib qo'yishgandek va qishloqdoshlaridan 50 yil nafrat qilgan ayol ustidan nihoyat g'alaba qilishgandek bir osib chiqishdi. Talaba qizlar o'shanda zamon otboqarnikiga yig'ilgan, pishiriq-mishriqni boshlashgan ayollar qiyshuv qilishayotgan oqshomda kelishgandi. Ularning kelishi bilan zamon otboqarnikida boshlangan to'y tashvishlari qo'shilib ketdi. Biroq qizlar qishloq irimlarini nazariga ham ilishmadi. Bayna momonikiga kela solib kir yuvishga tushdilar. Ular ich ko'ylak, ro'mol, yana Bayna momoga g'alati ko'ringan shimlarini shunda hamma ko'z bo'ladigan joyga bemalol osib qo'yishdi. Ular Meli o'qituvchining qishloqdagi eng keksa ayol degan bir og'iz gapi bilan Bayna momonikiga kelib o'rnashib olishgan, aftidan hali beri ketishmoqchiga o'xshamasdi. Bayna momo ular bilan ochilib gaplashmadi ham. U kechqurun echkilarni sog'arkan, qizlar hayratdan qiy-chuv qilib yubordilar. Ularning birontasi ham echki sog'ishni ko'rmagandi. Qizlarning bir ikkitasi Bayna momoga yaqinroq kelib, uning echki yeliniga borib kelayotgan qoq suyak qo'llariga qaradilar. Mirshablarning hafsalasini pir qilgan, xuddi uyning devori kabi yillar uqalay jimiti qilib qo'ygan gavdasini sal oldinga egib turganidan uning o'zi ham qara va ozg'in echkiga o'xshab qolgandi. Agar o'g'lingiz bo'lganida men sizga jon deb kelin bo'lardim, dedi qizlardan shaddodrog'i Bayna momoning echki sog'ishidan zavqi kelib. Bayna momo unga o'qrayib qaradi va ko'zlarida birdan alam yondi. Qizlar qo'rqib ketishdi. Ko'z oldilarida Bayna momoning butun tanasi birdan tutab jo'naganday tuyuldi. Qizlar dud hidini aniq sezishdi. Bayna momo o'rnidan turdi-da, qo'lidagi kadini supaga qo'yib ichkari kirib ketdi. Va shu kirgani bilan ertasiga echkilarini Yulg'unzorga haydab ketmaguncha qaytib chiqmadi. Choshgoh payti echkilarini haydab ketar ekan, qizlarga bir og'iz ham gapirmadi. U xuddi oyparastga o'xshab ketib borar, echkilari Yulg'unzorga emas, Po'lat cholning beda poyasiga qarab ketayotganini ham sezmay Yulg'unzorga taraf yo'l olgandi. Po'lat chol qorni shishib ketgan echkilarni haydab kelganda Bayna momoni uydan topolmadi. U allamahal oy atrofni sutday yoritganda sharpaday kirib keldi va uyga kirib ketib, to mirshablar so'rab kelmaguncha uydan chiqmadi. Qizlar bir hafta uning og'zini poylab ovvora bo'lishgach, biron narsaga erisha olmay qaytib ketishdi. Ular uy oldida paydo bo'lishlari bilan uyning tanazzulga yuz tutgani birdan bilinib qoldi. Ular navqiron va go'zal edilar. Uydan va Bayna momodan chirkinlik va musibat hidi kelar. Navqironlik oldida birdan uy ham, Bayna momo ham keksayib qolganda edi. Ular bu uyda o'rmalashib qolgan yolg'izlik va musibatni cho'chitib, so'ng quvib yuborishmoqchiday tinmay xoholashardilar. Talaba qizlarning ochiq sochiqligi va lorsillagan tanalarini ko'z qilish uchun kiyib olgan tor shimu ko'ylaklari, kalta sochlari yu g'alati oppoq paypoqlari ham tabiatan tekin tomoshani yaxshi ko'radigan tersotaliklarning e'tiborini tortmadi. Ularning shahar atri ufurib turgan noz va tamannolari sirli tarzda o'ldirilgan otboqarning azasi orasida ko'zga tashlanmay qoldi. Uzoq vaqt farzandsizlik azobini tortgan otboqarni 40 dan oshib dunyoga kelgan 3 o'g'liga bir varakayiga dabdabali to'y qilish uchun kazo-kazolarni shaxsan o'zi aytib kelish maqsadida shahar tushib ketgandan 2 kundan so'ng ertalab daryo bo'yidagi Yulg'unzor ichidan chavaqlangan holda topib olishganda allaqachon to'y qozonlari qurilib, uzoq manzillardan ba'zi mehmonlar kela boshlagan edi. Uzoq yillar o'zlariga suyanchiq bo'lib kelgan otboqarning o'limi xuddi dushmanlaridan o'zlarini asrab turgan qo'rg'onlari qulagandek tersotaliklarni birdan mo'ng'aytirib qo'ydi. Ular qariyb 25 yil rahnamo va peshvolari bo'lib kelgan odamning o'limidan qattiq qayg'uga tushdilar. Ertasiga yetib kelgan mirshablar qishloqdagi har bir erkak bilan gaplashib chiqishdi. So'ng ular Bayna momonikiga yo'l oldilar. Ular 23 yil muqaddam otboqar tufayli eri va o'g'lidan ajralgan ayolni to'satdan eslab qolishgandi. Biroq uloqlar ichida uloqdan ham kichik jussali, yuziga yillarning beshafqat muhri bosilgan hamda yolg'izlikka mahkum etilgan, har bir soniyaning musibat va anduhu asorati porlab turgan kichkina,
jimitday sochlari oppoq bo'lib qolgan kampirni ko'rishgach, negadir botinisha olmadi. Ular qarshilaridagi ramaqjon kampir bilan devday zamon otboqarni qiyoslashib, o'z shubhalaridan uyalib ketishdi chog'i indamay iziga qaytdilar. Ular garchi Bayna momoni so'roq qilganlarida ham hech narsaga erisha olmasdilar. U keyingi yillarda bir og'iz ham gapirmagan, so'zlar va ularning ma'nosi uning xotirasidan chiqib ketganday yoki o'z mohiyatini yo'qotganday, o'z qayg'u va azobi bilan kunlarni zo'rg'a yengib yashayotgan edi. Zamon otboqar itday o'lim topgandi. Jasadning shu turishi avval o'zi, keyin tepasi qulab tushgan ulkan minorni eslatardi. Kiyimlar pora-pora yirtilgan, avrati uzib tashlangan, 10 ta barmoqning hammasi kesib olingandi. Baribir barmoqni izlab topish olmadi. Jasadni barmoqsiz ko'mishga to'g'ri keldi. Butun qishloq naq qiyomat maydonga aylangandi. Ayollar uvvos solib yig'lashar ekan, endi sochlari qorday oppoq, deyarli arvohga aylangan, qishloqdoshlarining xotirasidan ham chiqib ketgan Bayna momo tom ustida Raim polvonni itday otib tashlashlaridan bir necha daqiqa oldin otini egarlash uchun olib chiqayotib, o'qqa duchor bo'lgan, yillar pora-pora qilib tashlagan jabduq ustiga cho'kka tushgancha to'y deb kelib, aza ustidan chiqayotgan mehmonlarni, to'y beraman deb endi aza berayotgan qishloqdoshlarini kuzatib, xuddi qutlug' bir vazifani o'tab, endi dunyoda armoni qolmagandek, yillar g'ijimlab tashlagan yuzida bir junun vash ifoda qotib qolgan holda, tersotaliklar hayotiga 23 yil soya solgan tosh haykal kabi qilt etmasdan o'tirardi. Nihoyat bu kampirning ham istamgar kitobi o'qib bo'lindi. U Laylatul Qadr kutilayotgan oqshom yog'och va ko'p yillik anduhlar hidi o'tirib qolgan, sodiq qo'shinday 50 yilning biron kuni ham tark etilmagan g'amnok va alamli saltanati kelinlik to'shagida jimgina joni uzildi. Faqat o'lishi oldidan singlisini chaqirib 20 yildan buyon ochilmagan, 67 yil oldin teraklilik ko'rsafar usti yasagan yarim vayrona sandiqqa imo qildi va bir so'z demay to'shakka bosh qo'yib jimgina jon berdi. Uni ertasiga tushga yaqin chiqarishdi. Udumga ko'ra azaga O'raning boshqa qishlog'idan odamlar terilib kelishdi. Amir zamonlarini ko'rgan, narigi asrning so'nggi yodgori bo'lgan qishloqdoshlarini so'nggi yo'lga kuzatish uchun barcha keksayu yosh yig'ildi. Yig'ilganlar orasida Raim polvon bilan o'g'lini himoya qila olmay, Bayna momoning bir umrlik nafratiga duchor bo'lgan, o'sha paytda navqiron, endi sharti ketib parti qolgan chollar ham bor edi. Ular oradan 50 yil o'tgach, bu unut va mustar go'shaga birinchi bor qadam qo'yishgan va tobut ortidan gunohkorona bo'yin egib borishardi. Murdani yuvish oldidan sandiqni ochishdi. Avval o'limlikka atalgan kiyim-kechaklarni, kafanni olishdi. So'ng dastasi qorayib qolgan qamchi, sopiga gavhar o'rnatilgan xanjar, erkak kishining ter hidi kelib turgan kalapo'shi, ko'krakka taqadigan zebi gardon, kampirning qo'lida hech qachon ko'rinmagan kelinlik bilaguzigi, etagi kashtali, yoqasiga tasma urilgan keng ko'ylak, angishvona va sarg'ayib ketgan Qur'onni olishdi. Eng oxirida sandiqdan bog'ichni chirk bog'lagan, kaptarning yuragidek kichkina, matosi zar sim bilan tikilgan, ko'p yillik qon qotib qolgan tumor va tig'i zanglagan qaychi, ko'p yil turganidan bo'g'in bo'lib, faqat suyakning o'zi qolgan, u ham qoramtur tus olib, naq kukunga aylanish arafasiga kelgan, chorsining yirtig'iga pala-partish o'rab tashlangan 10 ta odam barmog'i ham topildi.